Savchinko masalalar kitobining 1-2-21 yechimi. Elektropoyezd soat 12:00 da jo'nab ketishi kerak edi. Yo'lovchining soati 12:00 bo'lganda elektropoyezdning oxiridan oldingi vagonni uning yonidan o'ta boshlagan. Ko'ramiz, bu yerda yo'lovchi qaysi vagonga o'tirishi kerak edi, u muhim emas bizga. Shunchaki yo'lovchi mana shu yerda bo'lgan. Yo'lovchining soati 12:00 bo'lganda yo'lovchi mana shu yerda bo'lgan. U qaysi vagonga o'tirishi kerak edi, u muhim emas bu yerda. Demak, yo'lovchining soati 12:00 bo'lganda yo'lovchi shu yerda bo'lgan, ammo vagon uning yonidan, mana bu vagon uning yonidan o'ta boshlagan. Nima, soat 12:00 bo'lganda o'tishni boshlaganmi? Yo'q. Buning, ya'ni mana bu vagonning, mana bu elektropoyezdning harakat boshlaganiga qanaqadir vaqt bo'lgan shundoq ham. Kichik vaqt o'tib ketgan uni harakat boshlaganiga. Endi qandaydir delta t vaqt o'tgan bo'lsa, poyezdning harakat boshlaganiga, aynan mana shu vagonning mana shu uch qismi mana bu yerlardan kelyapti, to'g'rimi? Mana shu yerlardan kelyapti. Taxminan-da endi. Mana shu qismdan kelyapti. Bu yerga kelguncha, tinch holatdan bu yerga kelguncha qanaqadir nima bo'ladi? Qanaqadir v0 tezlikka erishgan bo'ladi. Shu holatda demak mana bu yerda qanaqadir v0 tezligi bor buni. Vagonning uzunligi esa L ga teng. Buning ham uzunligi L ga teng, buning ham uzunligi L ga teng. Mana shu L uzunlik v0 tezlik bilan qancha vaqt o'tyapti? T1 vaqtda. Shuning uchun L teng v0 ko'paygan T1 plus AT1 taqsim 2. Keyin esa butun bir qism uchun mana shu uzunlik uchun olamiz. Mana bu uzunlik uchun emas. Bu yer uchun emas. Nima uchun bu yer uchun emas? Chunki bu yerga kelguncha qanaqadir tezligi oshadi, to'g'rimi? Bu qism uchun ham qanaqadir v0 karra t plus at taqsim 2 degan bo'lishimiz mumkin-ku, to'g'rimi masalan? Lekin bu yerga kelguncha mana bu v0 nimaga teng bo'ladi? Uni topish yana muammomi? Muammo. Bunaqa qilish shart emas o'shaning uchun. Mana bu qism uchun 1, mana bu qism uchun yana bir olamiz demak. 2L teng bo'ladi, v0 ko'paygan t1 plus t2 plus a karra t1 plus t2 ning kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Va bu yerda erishgan v0 tezligi a ko'paygan delta t ga teng ekanligini unutmasligimiz kerak bo'ladi. V0 ni olib kelib qo'yamiz bu yerga va bu yerga olib kelib qo'yganimizdan so'ng sistemani nisbatlab yuboramiz. Nisbatlab yuborganimizda 1/2 shunga teng bo'lgan. Keyin demak, mana bu holatda mana shu demak tenglikning o'ng tomonini tepani ham pastni ham 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Tepani ham pastni ham 2 ga ko'paytirib yuborganimizda bu ifoda hosil bo'ladi. Keyin proporsiya nuqtai nazaridan buni bunga ko'paytirib yuborganimizda mana shu holat yuz beradi. Keyin bu yerdan demak biz delta t ni bemalol topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buni ochadigan bo'lsak, t2 kvadrat plus 2t1 t2 minus t1 kvadrat teng bo'lar ekan 2 ta delta t ko'paygan t1 minus t2 ga. Va bu yerdan delta t ni topadigan bo'lsak, delta t teng bo'ladi t2 kvadrat minus t1 kvadrat plus 2 t1 t2 taqsim 2 ko'paytirilgan t1 minus t2 ga teng bo'lar ekan.